Babyliss firmasidan yangi mahsulot Fenham Styler. Bu stylerni boshqa modellaridan farqi 160 gradusga dizayn o'zgargan. Tepa qismida feni joylashgan baland-past regulovkalari va pastida magnitli xuddi Dysonga o'xshab chiqarilgan bo'ladi. Keramikadan qilingan bo'ladi. Taraf tekislab berish uchun. Ikkinchi nasatkasi bo'lsa taraf quritish lokallar, ya'ni jingalaklar qilish uchun 1600 watt, ya'ni 600 wattga kuchliroq hisoblanadi yonishi. Dysondan xuddi motori olingan, menimcha shunaqa stilda chiqarilgan, ya'ni o'ta shovqini past, ikkinchi o'chirtda tezligi baland, ya'ni bir tomonga zo'r направление bilan urib beryapti shamoli. Babyliss endi bu zo'r firma baribir, yaxshi firma hisoblanadi. Shuning uchun Dysonga pulim yetmaydi, lekin har xil Xitoy kopiyalarini olgim kelmayapti. Brendoviy firma nima bor maslahat bera olasiz siz? Mana shu Babylissni olishingiz mumkin. Glavnisi original birlik kafolatga ega bo'ladi va bu mahsulotimiz narxi $133 chiqqan. 1 yil to'liq kafolati bilan. Yana bitta zo'r yangiliklardan siz bu mahsulotni egasiga aylanishingiz mumkin. Ya'ni buni yutib olishingiz mumkin. Yutib olish shartlari oddiy. Kommentariyaga kirasiz va buni sizga kim olib berishi kerak? O'shani atmetga qilasizda, kreativ kommentariy yozasiz. Kreativ kommentariy ichidan bitta g'olibni aniqlaymiz. Shartlari post tagida bo'ladi. Omad